birinchi qisım. Uçup derazadan kirgan g'o'r-g'o'r shamol Aygüzelning yoshlangan yuzlarini so'yib o'tdi. Aygüzel ko'zlarini deraza sirtidagi qorong'ulikka tikkanicha munglanib o'ltiradi. Qanday qilish kerak? Sada qanday qilsam bo'la? Bu balani tug'ay desam, to'y qilmay turib tug'ilgan bola tug'ilibli jahonning ahonatlariga ko'milib yashaydi. Tug'may desam, bu balaga mehrim shunday tushib qopti. Uni oldirib yetishga ko'nglim unmaydi. Xatolikni men o'tkazdim. Balada xatolik yo'q tursa. O, mana mushundoq oyga chiqmas xayollarni qilib, qanday qilsa eng yaxshi bo'ladiganligini bilmay titildab o'ltirdi. Hayot, mening taqdirimga yana nimalarni putyotgansan? Acaba yetim bo'lsa mushundoq kunlarni ko'rish kerakmi? Kichkimdan bir nimaning xo'ligini ko'rib boqmadim. Erkinga yo'liqib, endi baxtimni topadigan o'xshayman deb o'ylasam, menga bu balani baxshanda qilibsan. Bo'pti, bu menga putkuning o'xshaydi. Erkin tezroq qaytib kelsa, uning bilan to'yimizni qilib olsak, menga bunda g'am qilishmi ketmas. Lekin ko'nilarning boshda kelmagan talayda onangning haqqi bormi degandek bo'lib qolmasla bo'ladi-ku. Aygüzel xiyol ustida xiyol surib, beshining lo'qildab og'rib ketayotganligini his qildi. U damma-dam manzini bo'ylab tushayotgan yoshlarni surtib yetib, ostag'ini karvitiga o'zini tashlab yotdi. Aygüzel eshikning to'xtamay urilayotganligini his qilib, ta'sida ko'zlarini ochdi. U erinchaklik bilan chochlarini tuzashtirib, eshikni ochdi. Eshik oldida bir ayol qo'llarini ballariga tirab turib, qopoqlarini turganicha, "Bu uyning ijarasini berib eting. Helimi uyning ijara vaqti bir oy o'tib ketdi. Asli Erkinjondan olama deb o'ylagan, ammo Erkinjon 1,5 oydan beri ko'rinmadi. Shunga uningdan umidim uzildi. Bo'pti, bu 1 oylik ijara pulini olmay. Ammo siz o'tib ketgan 20 yillik ijara pulini topshirmasangiz bo'lmaydi." dedi. Nima? Bu Erkinning uyi emasmi? Erkin o'manga, bu mening uyim. Siz qanchalik tursangiz? O sizga bu mening uyim. Qanchalik tursangiz turavering deganmi? Kulkilik gapda bu. Mening uyim qachondan beri o'g'ijamning uyi bo'lib qopti. Siz-chi to'lib bechora qiyofatga kirib olmay, avval pulimni berib eting. Ondan yana turg'ingiz bo'lsa, sizga ijara bersam bo'laveradi. Chaqqan bo'ling, chaqqan pulni olib chiqib bering, dedi-da, Aygüzelni bir tarafga ittirib yetib, uyga takallufsizlik kirib, kirsloda putlarni mengashtirganicha o'ltirdi. Aygüzel ayolning ozroq bo'lsa bir narsa olmasa chiqib ketmaydiganligini bilib, uningdan 20 yillik ijara pulining necha pul ekanligini so'radi. Ijara puli ko'p emas. Ayni vaqtda biz Erkinjon bilan to'xtamni tuzishgan. Shamsingiz to'xtamni hozirlab olib chiqib ko'staman. Uyning 1 yillik ijarasi 6000 so'm. Tok, suv, paraqi buning sirtida. Erkinjon menga 20 yillik ijara haqqini oldin topshirib bo'lgan. Keyingi 20 yilning ijarasini vaqt to'shqanda topshirdigan bo'lgan. Endi u yo'q. Shunga qolgan 3000 so'mni siz topshiring, dedi ayol parvosizla. 3000 so'm? Biroq menda uncha ko'p pul yo'q. Men Aygüzel 3000 so'm degan gapni anglabla kallasi elishib, duduqlab gapini topolmay qoldi. Ayol bo'lsa Aygüzelni agar to'xtamni ko'raman, to'xtamga Erkin qo'l qo'ygandan keyin pulni Erkindan eling degandek gapni qilib qolsa, uning qanday taqobil turishni o'ylashib qo'ygan edi. Ammo Aygüzelning bu turqida hech undaq deydigandek qilmaydi. Shunga ayol petidan tushmay gidayganicha Aygüzelga mixda qadilib o'ltirdi. Aygüzel onasidan ayrilgan bechora toychoqdek tipirlab, ayolning qo'liga butun yu parcha bo'lib 1500 so'mdek pulni tutqizdi. Ondan, "Acha, menda hozircha mush pullar bor ekan, mushuni elib tursangiz, qolganini kerak bersam," deyishiga ayol uni itni silkigandek silkishga boshladi.
Oytxan, teşliqdi. Sizlar elatdan tilamchilar bankaga pul qo'ygandek, poch-purat sintilarni tanglab yursinlar. Qolgan pulni 6 yildan eshak yiligicha so'rab, meni yurak kesil qilib yetadigan o'xshaylar. To'latinlarni chaynamay, qolgan pulni chiqarib, uyni bekorlasizlar, bo'lsalar. Bu qitim Aygüzel rastla amalsiz qoldi. Uning chiroyli ko'zlariga yosh agidi. Ayol endi Aygüzelni siqsimi pul chiqmaydiganligiga ko'zi yetib, uning beshidan tapinigacha bir qo'r ko'z yugurtib chiqdi-da, beshini yengil ling'ishtirib qo'yib, bir nimalarni o'yladi. Andan o'rindan turib, boyiqiga zotila o'xshamaydigan yasma mehribonlik bilan: "Bo'pti, siznimi bunda qiynamay. Qaraganda rastla amalsiz qolgan o'xshaysiz. Sizga bir hafta vaqt beray. Ya Erkinjonni menga tepib bering, yoki hafta ichida pulni to'liqi bilan topshirib yeting. Men chiqayamsa?" dedi. Ammo ko'zi Aygüzelning o'ng qo'lining barmoqiga selingan oltin o'zikdan o'zilmadi. Ayol chiqib ketishi bilan Aygüzelni g'am bosdi. Erkinning bir oydan beri uni buni bahona qilib Aygüzelga ko'rinmay turib yelishi hozirgi xopiliqining oldida hech nima emas edi. U qo'liga yon telefonni ilib Erkinga telefon qildi. Erkin yana burunqidek hech bo'lmagandekla telefonni oldi. "Voy, Aygüzel yaxshi turdingizmi? Voy, nima bo'ldi? Gap qilmaysiz-ku? Voy, gap qiling-a. Voy, nima bo'ldi? Erkin, siz nada? Darhol qaytib keling. Bugun uy egasi ayol ijara haqini so'ylab kiribdi ekan. Mendagi pul yetishmadi. Endi siz kelmasangiz zoda bo'lmadi. Nima? Nima dedingiz? Zoda anglayolmayapman. Chinroq gap qiling-a. Voy, Erkin, endi angladingizmi? Voy. Aygüzelning vaqirgandek qilgan so'zlari javobsiz qoldi. Erkin vayliginicha telefonni qo'yibdi. Aygüzel telefon signali tortmayotgan bo'lsa kerak deb yana telefon urdi. Ammo bu qitim telefon mulozimat rayonida emas bo'lib chiqdi. Keyin urilgan telefonlardimi Erkinning telefoni etik bo'lib chiqdi. Atigandan kech bo'lguncha Erkinga to'xtamay telefon urib, uningdan hech bir xabar olmagan Aygüzel ro'yi chiqib ketgan odamdek so'lishib o'ltirib qoldi. Qo'rsqining to'xtamay ko'rkirishidan u atigandan kech bo'lguncha hech nima yemaganligini his qildi. U avval qo'rsqiga ozroq bir narsa yey, qolgan ishni ondan o'ylashay deb o'ylab, oshxona uyga kirib, choy qaynatishga boshladi. U chaynakdagi qaynagan choyni choy damlaydigan chaynakka qo'yib, choy damlanib bo'lguncha tomoq shirasining ustiga tunugun yegisi kelmagan nonni akilib, oshxonadagi damlanib bo'lgan choyni olib chiqish uchun mengib edi. Tuyuqsiz eshik chekildi. Kimdi bu? Odatda bu uyga bir kim kelmaydi. Uyga sayolmadi. Yo'q, u ayol menga bir hafta muhlat bergan. Shunga u emas, cho'qim Erkin ketdi-da. Erkinni keldi deb o'ylab qolgan Aygüzel to'limi xushal bo'lib eshikni ochdi. Ammo eshik oldida yanala atiganki uy egasi ayol turadi. Ayol Aygüzelning uyga taklif qilishini kutmayla uyga kirib keldi. U tomoq shirasi ustidagi nonni ko'ribla o'zining hujum o'qining dal joyiga tegadiganligini pamladi-da, zaharxandalik bilan kulib qo'ydi. Andan Aygüzelga: "Voy, chiroyli singlim. O'ylab baqsam, atiga rastlabak ashur yetibdiman. Hamma pulingizni elib olibdiman. Bunda qilsam, sizni qandoq qila deb o'ylamabdiman emasmi? Haqiqatan atigandan beri bir narsa yemadingiz. Qarsam tala tizgimi chiqmadingiz. Shunga sizga tomoq yeb kirdim. Avval tomoqingizni yeb eling. Qolgan ishni aldirmay maslahatlashayli. Bo'lamdi? Haqiqiy tomoqingizni yeng. Men sizga choy qo'yib beray-a?" deb elib kirgan tomoqining eg'zini echib, Aygüzelni majburiy o'ltirg'izib, oshxona uyga kirib ketdi. Ondan Aygüzel boyla damlab qo'ygan choyni elib chiqdi. U choyning temini chiqaray deb chaynakdagi choyni piyolaga qo'yib, qayta so'rashga boshladi. Ondan darhol bir ishni esiga olgandek, yenidan 200 so'm pulni chiqarib, "Ma pulni yanchiqingizga sep qo'ying, lozim bo'ladi. Qolgan gapni keyinchi bir narsa deyishamiz", dedi. Aygüzel yanada bir sinitmi qolmagan, umid bog'lab yurgan Erkindan xabar olmay yurgan mushundaq vaqtda
Әтеген өзі толымы рәхимсізген деп ойлап yurgen bu ayalның mehribonligiga erishganidan ko'z yeshi qilishga boshladi. Odam bir ishlarga amalsiz qolganda, ko'ngli yerim bo'lganda, boshqalarning qilgan asraqli mehribonligidan mana mushundaq asonla ta'sirlanib ketsa kerak. Ay go'zalmi, hozir oldida turgan bu ayolga qanday rahmat aytishni bilmay yotadi. Ayol, bo'ldi singlim, yig'lamang. Haqqini çay için ha? Dem çay açıqni aladi. Yig'lamang. Ozroq qishqa yo'liqsangiz yig'ilg'ili tursangiz jon to'shimaydi. Xayratli bo'ling ha singlim. Ha, yana bir piyola iching çaydan. Ha, mana endi bo'ldi. Qo'saqni obdan to'yg'izib, andin ko'z oldimizdagi qiyinchilikni taqab o'tirmasak bo'lmaydi. Yig'lab yurib, masalani hal qilg'ili bo'lmaydi. Hozir qarganda Erkinjonda xabar olamaga o'xshaysiz, singlim. Voy bu haq deganchi ishangili bo'lmaydi. Bu haqning hammasi o'xshash. Sizchi o'zingizga tayinishni o'rganing. Yosh vaqtingizda ko'proq pul teping. Bundaq uyga so'linib o'ltirib, sessiq arlarga tayinib qolsangiz, mana mushundaq kunga qolasiz. Menmichi necha qitim arlarning hiyla mikrlariga ishinib, dog'da qilib, o'zimni o'zim topgan ayol. Ayol kishi deganchi, ayol hadab so'zlaydi. Ammo bu gaplar Oyguzalning qo'liga kirmaydi. Uning beshi qiyib, ko'zlari yumilib, tomoq shirasiga beshini qo'yibla, uyquga ketdi. Oyguzal ko'zini ochganda, tegi tong otmagan bo'lib, ustixonlarining urib cheqayotgandek og'rib ketayotganligini his qildi. U asta esini yig'ib asladi. Har qancha aslasimi, o'zini faqat uy egasi ayol bilan birga o'ltirib tomoq yeganligini aslayoladi. U asta deraza pardasini qayirib uy ichiga qaradi. Sirtdagi ko'cha chiroqlarining yo'riqi uy ichini g'uva yo'ritib turadi. Bu vaqtda u tamoman esiga kelgan edi. U shu topda qiyib-yalang'och turadi. Kiyimlari yirtilgan holatda yerda chechilib yotadi. Uning qeshida bo'lsa, maydasini chupur besib ketgan, gavdasi iyiqdek yo'g'on bir laliyib yotadi. Oyguzal vaqirvatdi-da, yiliqi arni ittirib, karvatdan tushirib etmoqchi bo'ldi. Ammo Oyguzalning bu urinishlari u arga ozroqmi ta'sir qilmadi. Vaqirma beshimni qirtib, "Vo, ona, textan atmabdi-ku, ha? Yo'q, qishimda." deb yo'g'on bilaklar bilan Oyguzalni yeniga yotqizib oldi. Oyguzal uning yenida tipirlab tirkashgili turdi. Ondan uning ching'ida bilaklarini tishlamoqchi bo'ldi. Oyguzal tegi tishlarini amdilib o'tirishiga yiliqi "Bu rasvo qanjoq? Sen kimga shiltin aytyapsan? Men sening bir kechilik haqqingni berib bo'lgan. Sening ondoq-manda deydigan hadding emas-a? Agar g'idan-pidan qiladigansan, hozir sen qanjoqni yalang'och bit ko'chaga chiqarib etma." Bechora Oyguzal bu gapni anglab, nima qilarini bilmay qoldi. Angacha u qilg'iliqni qilib bo'lib, rozi bo'lgan qiyofatda Oyguzalga "Haqiqatan bo'ladi ekansan. Agar qo'shilsang, sana ayrim uy berma. Yeydigan ichadigandan ham qilmaysan. Nima desang shu tayyor. Boyaja turmush kechirasan. Qandoq?" dedi savol nazarida. Oyguzal qo'shilmaganlik ma'nosida beshini chayqab, hadab yig'lab o'tiradi. "Qo'shilmasangmi mayli. Asli sening haqqingni berib bo'lgan. Bo'pti, hech mag'rib qoldi emasmi? Ha, men buni hechlaysan, ha?" deb uning ming so'm pulni tashlab qo'yib, kiyimlarini kiyib chiqib ketdi. Oyguzal tugilib o'ltirib, rosa yig'ladi. Ondan munchiga kirib, suvni tushirib, bek uzoq yuyundi. U munchadan chiqqanda allaburun tong etib bo'lgan edi. U kiyimlarini kiyib, o'ziga kerakli ozg'ina narsani kichik chamadonga qachilab, uydan chiqib ketmoqchi bo'ldi. U oqshom tomoq yegan o'ringa qarab edi, yiliqi ayol bergan 200 so'mning qarisimi ko'rinmadi. U darhol qo'liga qarab edi, erkin uningga sovuq qilgan o'zikmi yo'q turadi. Shundala u hammani tushundi. Oqshom o'ziga tomoq yegizib, mehribonlik ko'rsatib,
xuddi cho'ng onasidek nasihat qilib ketgan bu ayol asli bir zaharlik yılanken emasmi? Ko'taranmasang sangiltib ol degandek nima degan kayni-kayndan kelgan kelgulik bu, ha? Hamda qanday qilish kerak? Nega berish kerak? Erkin degan razgidan umid kutish mumkin emas. O'zini siytayotgan uy egisi ayolni nerdan topadi? Bu hisobni qanday oladi? Teg'iliqi chupurliq. Qanday bo'lmasin, hamda bu uyda turg'ili bo'lmaydi. Ketay. Shuncha kangri jahonga tirnoqchilik jinimma petib qola. U shularni o'ylab yetib, holsiz gavdasini so'rab, bu uydan chiqib ketdi. U chamadonni so'ragunicha udulkaga yaqin yengiyverdi. Kishilarning uningga qarashlariga, yosh yigitlarning sho'xlik qilib, mos chaqchaq qilib qo'yishlariga parvosiz holda ketaverdi. Bir chaqda to'rt ko'cha eg'iziga kelganda birdam o'ylanib turdi.